Assalomu alaykum. Sizlar bilan Toshkentcha qazon ko'p qilamiz. Bugun go'shtlarni shunday katta-katta qilib kesib olinadi. Mana go'sht ham tayyor. Endi qizib turgan yog'ga qovurib olamiz qizarguncha. Mana tayyor bo'ldi. Olamiz. Endi o'sha go'shtni qovurgan yog'ga kartoshkalarni solamiz. Go'shtni ta'mi kartoshkaga o'tadi, juda ham mazali bo'ladi. Kartoshkalarni qovurib oldik. Endi qavat-qavat qilib birinchi kartoshkani, keyin go'shtni teriladi. Har qavatiga chesnok, zira, tuz sepiladi. Bu zira, tuz, mana tayyor bo'ldi. Endi suv solamiz. Suv solib 1,5 soat dimga qo'yiladi. Go'shti juda ham yumshoq pishadi, mazali bo'ladi. Qozon kabob oldiga aliya salatni ham qovurdim. Tuxumlarni shunday to'rtburchak qilib kesib oldim. Go'shtlarni ham to'rtburchak qilib kesib olinadi. Kartoshkani ham xuddi shunday to'rtburchak qilib kesib, sho'rbodiringni ham to'rtburchak qilib kesib oldim. Sviji ham, sho'rbodiring ham soldim. Yashil garoshik, mayonez, tuz. Mana mayonez ham tayyor. Bugun oddiygina dasturxon qilib mehmon kutdim. Dasturxonga necha baho? 5mi, 2mi kommentariyga yozaveringlar. Tuz solamiz. Mana aliya salat ham tayyor.